Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2025-yil 12-noyabr kuni navbatimizda bemorimiz bizga qayerdan tashrif buyurdingiz opa? Biz Jizzax shahridan. Jizzax shahridan bizga tashrif buyurdi. Ko'rishlar mumkin. Gidrotsefaliya diagnozi bilan bizga tashrif buyurdi. Snimklarni ko'rishlar mumkin. Hozir mana ko'rishlar mumkin. Miyasi yo'q. Men vrach emasman, doktor Jayevning yordamchisi bo'laman. Shuning uchun meditsinskiy terminlar bilmayman, lekin sizlarga tushuntirishga harakat qilaman, so'kmaysizlar. Hozir o'zlaridan batafsil gaplashamiz. Doktor Jayevda qanchalik katta natijalarga erishgandan assalomu alaykum, xush kelibsizlar. O'g'lim Hayotbek hozir 2 yoshga kirdi. 6 oyligidan beri doktor Jalilovda davolanamiz. Shu gidrotsefaliya tashxisi qo'yilgan. Kelganda boshi ancha katta edi. Birinchi lecheniyadan keyin 10 kundan keyin sekin-asta o'zgarish bo'ldi. Darrovdan ich qotardi, ko'p ichga boshladi. Keyin ovqat hazm qila olmasdi. Ko'p yegan ovqatni qayt qilardi. Qayt qilmay qo'ydi. Sekin-asta boshlari kichraya boshladi. Hozir 1 yildan oshdi, boshi kattalashmaydi. Shu kattalashgan bo'yi qoldi-yu, lekin o'sish to'xtagan. Endi sekin-asta bo'ylari vazn olishga boshladi. Oldin bes olmasdi, faqat boshi o'sardi, tanasi o'smardi. Hozir Xudoga shukr, tanasi ham o'syapti, hamma qatori rivojlana boshladi. Ancha gaplarga tushunib qolgan. Harakatlari kam bo'lsa ham odamni tovushdan ajratadi. Urishganni, so'kkanni biladi, xafa bo'lib qoladi. Erkalasa xursand bo'lib kuladi. Doktor Jaliyevda 100% tabiiy nutrientlardan qaysi birlaridan ichasizlar? Tabiiy nutrientlardan doimiy pankreatit ichamiz. Pankreatit ichmasa tez shamollab qoladi. Pankreatit ichganimizdan qishi bilan shamollamay yaxshi chiqadi. Ich qotishiga sog'lom ichak ichamiz. Sog'lom ichak ichgandan beri ishlar yaxshi keladi. Keyin bronxarit, tomoqda xiralashlari bor. Bo'lganiga bronxarit ichardik. Bronxaritni ham to'xtatdik. Tomoqlari ham yaxshi, xirilashlari, balg'amlari yo'q. Keyin ko'proq yig'lasa sabr malham beramiz, tinchlanib yaxshi bo'ladi. Tabiiy nutrientlarni hammaga tavsiya qilaman. Bolamdan juda ham yaxshi natijalar sezganim uchun o'zim ham shamollab tumov boshlansa pankreatitim o'qib turaman. Bolangizda yana qanday o'zgarishlar ko'rdingiz doktor Jayevga kelishdan oldin va hozirgi holatni solishtirsa qanchalik o'zgarishlari bor? Shu 1,5 yildan beri o'zgarish juda yaxshi. Ko'zlari pastga qarab ketib qolardi. Hozir ko'zlari o'rtada yaxshi, qorachig'i yaxshi. Harakatchanligi oshgan, sezuvchanligi oshgan. E'tibor beradi. Shu. Yaxshi. Demak, yana qandaydir doktor Jayevda obunachilariga gapingiz bo'lsa bemalol gapirishingiz mumkin. Hamda doktor Jayevda obunachilarning ichida ba'ziga ishonadigan, ba'ziga ishonmaydigan obunachilar bor. Shularga qanaqa tavsiyalar bera olasiz? Hamma bemorlarga tabiiy nutrientlarni tavsiya qilaman. Doktor Jalilovga ixlos qilib kelgan barcha bemorlar shifo topib ketyapti. Faqat sabr bilan yillar davomida natija bo'ladi deb o'ylayman. 1 yilda, yarim yilda, 1-2 marta kelganda o'zgarish bo'lmaydi. Chunki o'zimiz ham juda og'ir bo'lgan ahvolda tashlab qo'ymasdan, sabr qilib, boshqa doktorga bormasdan, faqat shu doktorning aytganlarini o'qib kelganimiz uchun shunaqa o'zgarish bo'lyapti, Xudoga shukr. Shuning uchun hammaga tavsiya qilaman. Mayli opa, siz bizdan shunchalik katta natijalarga erishganingizdan biz ham juda xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, Alloh o'zi shifo bersin. Katta rahmat, doktorga ham rahmat deb qolamiz. Umrlar uzoq bo'lsin. Bolajonim bundan ham yaxshi bo'lib ketsin.